ko'rsatkich barmoq bilan qilingan bitta noto'g'ri harakat sababli tabletka bolaning nafas yo'liga ketib qolgan. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga dori vositalarini tabletka shaklida qo'llash aslo mumkin emas. Sababi ularda yutish refleksi yaxshi rivojlanmagan va yutish yo'llari anatomik jihatdan tor bo'ladi. Shu mavzuga oid bitta klinik holatni aytib bermoqchiman. Mana bu nafas yo'li. Mana bu ovqat hazm qilish yo'li. Inson tabletkani yutganida hiqildoq ust qopqog'i nafas yo'lini yopadi va tabletka ovqat hazm qilish yo'li tomon harakatlanib ketadi. Shamollash sabab 2 yashar bolaga isitma kirgan va onasi unga parasetamol dori vositasini ichirmoqchi bo'lgan va bola tabletkani yuta olmagan. So'ngra onasi barmog'i bilan surishga harakat qilgan va dori to'g'ri borib nafas yo'liga tiqilgan va asfiksiya, ya'ni bo'g'ilish holatda yuzaga kelgan. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarga dori vositalari tabletka shaklida emas, kukun, ya'ni suspenziya yoki sirop shaklida ishlab chiqariladi. Ba'zan shifokorlar tomonidan kichik yoshdagi bolalarga ham mumkin bo'lgan tabletkalar tavsiya etiladi. Lekin bu tabletkalar ham maydalab, kukun holiga keltirilgan holatda beriladi. Bunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun ushbu videoni boshqa yosh bolasi bor ota-onalarga ham yuboring. Shunday hayotiy muhim tibbiy ma'lumotlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.